Ushbu xonadonning lokatsiyasiga 5 qo'ymasdan iloji yo'q, chunki 16-maktab bilan 1-maktabni bog'laydigan односторонка yo'l yuzida joylashgan Yangi Hayot Premialniy domi juda ham kompaktni qurilgan, atrof muhitini ham bitta kadrlarni qo'yib ko'rsatamiz sizga. Parkovkadan umuman muammosi yo'q. Lokatsiya vobshe bomba, 6-mikrorayonning eng yaxshi joylaridan biri hisoblanadi. Asosiy kirish eshigi, kattagina prixoj mebellari qo'yilgan, alohida yuvinish xonalari, marhamat. Ta'miri to'liq, hamma jihozlari qoldiriladi. Kim tayyor xonadon qidirib yurgan bo'lsa, ushbu xonadonni tavsiya qilaman. Ikkita xonasi bor, 570 million so'm bilan sotuvga qo'yamiz. Birinchi xonamiz, demak, yotoqxona qilishga mos holatda, xohlasangiz kichkina o'tiradigan bitta zal qilib qo'ysangiz bo'ladi, stol qo'yib. Va keling, oshxonamizga juda katta kvadrat kirib ketgan, polni mebel jihoz, televizorlar o'rnatib qo'yilgan, konditsionerlar, duxmontorni katyonlari o'rnatilgan, vitishkalar elektronniy, kuxonning garniturasi, kir mashinkalari o'rnatib qo'yilgan. Mana bu yerda esa o'tirib ovqatlanish uchun zonalari ham yaratib qo'yilgan. Ixcham oilalarga ushbu xonadonni tavsiya qilaman. Yevropeskiy stilda taxlangan. Bu yerda esa yotoq mebellari hamda to'g'rida televizorlar ham o'rnatib qo'yilgan. Balkon qismiga ega. Balkondan yana bitta video ko'rsatib o'ring. Pastdagi parkovkaga e'tibor beringlar, qanaqa kattaligini. Daraxtzorga ham e'tibor berasizlar. Ko'p yangi qurilgan domlarning atrofida bilasizlar, hali daraxtlar yo'q. Yangi bozor orqasida qurilgan yangi domlarning oldida, bu yerda esa bu 6-mikrorayon hududida esa katta-katta daraxtlarimiz bor. Hamma yoq daraxtzor. Demak, xonadonimizni tashqi lokatsiyasini sizga ko'rsatib o'tamiz. Juda ham zo'r narx, 570 million so'm. Joyi kelsangiz ozgina savdosi bor holatda, faqatgina naqd ko'rinishda sotuvga ushbu xonadonimizni chiqaramiz. Umumiy lokatsiyani ko'chadan ko'rsatib o'taman. Mana xonadonimiz, domimiz, Yangi Hayot Premialniy domi. Односторонка yo'limiz, bu tarafda 1-maktab, bu tarafimizda 16-maktab. Davlat bog'chalari joylashgan eng yaxshi lokatsiyalardan biri hisoblanadi. Tojmahal kafesi, yana bir qancha ovqatlanish joylari mavjud. Lokatsiya juda ham zo'r, kimga ma'qul keladigan bo'lsa, to'liq ma'lumot uchun pastda o'zimizning raqamlarimizni qoldiramiz. Navoiy Uy Baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying, yaxshi lokatsiyadan, yaxshi narxdagi xonadonlarning e'lonlarini ko'rib borasiz.